Assalomu alaykum hammaga. 6 metrga 3 metrlik tarozimiz, o'rtasi ochiq bo'lgan. Buni o'zlari yopib olishgan. Bu tarozimizni o'rnatib berganimizga 3 oy bo'lganda, hozir shuni to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi, shunisini ko'rgani keldik. Mana tarozining holati. Keyin mana bunaqa moy samligidaga migalar chiqqan. Shuni tarozining ustiga chiqasiz. 5000 so'm soling deyapti. Pulni solasiz, keyin kiloni ko'rsatadi. Bu yerda odam turish shart bas. Mana chiqchi taroziga. Mana odam chiqdi. 5000 so'm. Bu funksiyani 2 tonnagacha bitta narx, 3 tonnagacha bitta narx, 5 tonnagacha boshqa narx qilib 5 ta 6 ta etapi bor. Shunga qarab pul solsa bo'laveradi. Qanaqa mashina chiqishiga qarab pulni chiqarib beradi. 5000, 10000, 15000, 20000. Mana tarozimiz holati. Kimgadir ma'lumotlarimiz qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin. Zapchastlar turkaniga bu tarozimizga 5 yil garantiya beriladi. Bizni manzil Namangan viloyati Pop tumani.